Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Koronavirus davrida O'zbekiston Prezidenti Vazirlar Mahkamasining qaror va farmoyishlarining ijrosi yuzasidan Moliya organi tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida hisobot bermoqchiman. Bugungi kunda koronavirus infeksiyasining tarqalishiga qarshi kurashishda, shu jumladan insonlarning harakatlanishini cheklovlar kiritish, korxonalar faoliyatini to'xtatish orqali misli ko'rilmagan choralar ko'rilmoqda. Bu esa yirik iqtisodiyotga ega mamlakatlarda ishlab chiqarish va iste'mol hajmlarini keskin qisqarish, global ishlab chiqarish zanjirlari va savdo aloqalarining isdan chiqishi, dunyo moliya bozorlarida xom ashyo tovarlar va narxlarning pasayishi konjunkturalarining yomonlashuvini keltirib chiqarmoqda. Global iqtisodiyot tizimining bir qismi bo'lgan O'zbekiston iqtisodiyotiga ham mazkur omillar o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Bu esa o'z navbatida ushbu holatning salbiy ta'sirlarini yumshatish bo'yicha samarali oldini oluvchi choralar ko'rilishi talab qilinadi. Koronavirus infeksiyasining tarqalishiga qarshi kurashish va boshqa global xavf-xatarlar davrida makroiqtisodiy barqarorlikni, iqtisodiyot tarmoqlari va sohalarining uzluksiz ishlashini ta'minlash, tashqi iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirish, aholini samarali ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va mamlakat aholisi daromadlarini keskin pasayib ketishini oldini olish maqsadida Prezidentimiz tomonidan bir qator farmon va qarorlar, farmoyishlar imzolandi. Ushbu imzolangan farmoyishlar, qarorlar davlat byudjetini barqarorligini ta'minlash, birinchi navbatdagi tadbirlarni o'z vaqtida moliyalashtirishga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 15-apreldagi PQ 4679 sonli koronavirus pandemiyasi davrida O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti barqarorligini ta'minlash va birinchi navbatdagi tadbirlarni o'z vaqtida moliyalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq 2020-yil tasdiqlangan byudjet parametrlari doirasida rejalashtirilgan mablag'lardan pandemiya sharoitida tuman mahalliy byudjetini barqarorligini ta'minlash maqsadida 3,307,5 million so'm mablag' maqbullashtirildi. Bulardan moddiy rag'batlantirish jamg'armasi to'lovlari 1-3 razryad hamda boshqa tibbiy xodimlardan tashqari 1,331 million so'mga, joriy xarajatlar 961 million so'mga, asosiy vositalarni sotib olish xarajatlari 1,44 million so'mga maqbullashtirildi. Bundan tashqari, tuman mahalliy byudjet parametrlarini birinchi yarim yillik uchun rejalashtirilgan byudjet mablag'larining 1,192 million so'mi ikkinchi yarim yillikda amalga oshirish uchun o'tkazildi. Yuqoridagi farmoyish va qarorlarning ijrosini ta'minlash maqsadida tumanda bir qator muhim chora-tadbirlar ham amalga oshirildi. Bular Begod tuman mahalliy byudjetining byudjet mablag'lari hamda yil boshiga shakllangan mahalliy byudjetning qo'shimcha mablag'lari hisobidan tuman tibbiyot birlashmasi, tuman sanitariya epidemiologiya sog'liqni tasdiqlash markaziga 577 million so'm mablag' ajratilib, ushbu ajratilgan mablag'lar belgilangan tartibda koronavirus infeksiyasining tarqalishini oldini olish bo'yicha birinchi navbatdagi zaruriy chora-tadbirlarga yo'naltirildi. Jumladan, byudjet mablag'lari hisobidan dezinfeksiya vositalarini xarid qilish uchun 75 million so'm, yoqilg'i moylash mahsulotlarini xarid qilish uchun 5 million so'm hamda tuman mahalliy byudjetining qo'shimcha mablag'lari hisobidan tuman sanitariya epidemiologiya sog'liqlik markaziga maxsus kiyimlar sotib olish uchun, dezinfeksiya vositalarini xarid qilish uchun 84 million so'm, tuman tibbiyot birlashmasiga maxsus himoya kiyimlarini sotib olish, dezinfeksiya vositalarini sotib olish uchun 113 million so'm hamda laboratoriya tahlillarni o'z vaqtida sifatli o'tkazish maqsadida 300 million so'm mablag' rejalashtirib, belgilangan tartibda ushbu jihozlar sotib olindi hamda bugungi kunda ushbu jihozlardan foydalaniladi. Pandemiya davrida tuman hududida joylashgan karantin obyektlarida tezkorlik bilan dezinfeksiya ishlarini amalga oshirish maqsadida dezinfeksiya vositalarini belgilangan hududlarga yetkazish, tuman hududining masofasini uzoqligini inobatga olib, bir dona maxsus Damas avtotransporti xarid qilib berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 19-martdagi PF 5969 sonli qaroriga muvofiq inqirozga qarshi kurash jamg'armasi mablag'lari hisobidan koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashish tadbirlariga mart-may oylarida jalb qilingan 75 nafar tibbiyot xodimlari hamda aprel oyida jalb qilingan 83 nafar tibbiyot xodimlarining oylik maoshlariga 6% miqdorida har kunlik qo'shimcha to'lovlar uchun 165 million so'm mablag' ajratildi hamda to'lab berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-apreldagi PQ 4695 sonli qaroriga muvofiq koronavirus pandemiyasi davrida sanitariya epidemiologiya xizmati xodimlarini yanada rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida inson sog'ligi uchun xavfli bo'lgan sharoitlarda faoliyat ko'rsatayotgan sanitariya epidemiologiya sog'liqlik markazidagi xodimlarni yanada rag'batlantirish maqsadida 16-martdan boshlab 35% miqdorida ustamalar to'lash belgilandi va ushbu ustamalar inqirozga qarshi kurash jamg'armasi mablag'lari hisobiga 43,2 million so'm mablag' to'liq moliyalashtirib berildi. Shu bilan birga pandemiya davrida tuman mahalliy byudjet mablag'lari oluvchi tashkilotlarning ish haqi unga tenglashtirilgan to'lovlari, nafaqa, ijtimoiy to'lovlar to'liq va o'z vaqtida moliyalashtirib berilmoqda. Byudjet daromadlari rejalari ham oylar hamda choraklar kesimida to'liq bajarilib kelishiga erishildi. Jumladan birinchi chorak daromadlar rejasi 1,267 million so'mga, ya'ni 108,9% ga
oshig'i bilan bajarildi. Ikkinchi chorak daromadlar rejasi 450 million so'mga, ortig'i bilan 103% ga oshirib bajarildi. Pandemiya sharoitida byudjet daromadlar rejasini o'z vaqtida bajarildi hamda byudjet xarajatlarini uzluksizligini ta'minlash maqsadida tuman mahalliy hokimiyat organlari, soliq, moliya organlari bilan birgalikda barcha choralar ko'rilmoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.